Bolam shamollasa, doktorga olib chiqardim va u tabiiyki antibiotik yozardi. Lekin antibiotiklar bolani immunitetini yeydi. Bu usulni o'rganganimdan keyin antibiotiklardan unchalik ham foydalanmay qo'ydim. Toza asalni olamiz. Mana shunaqa daftar varog'i yoki gazeta yoki quruq salfetka, suxoy salfetkadan ham foydalansak bo'ladi. Daftar varog'i bo'lgani uchun igna bilan teshib oldim va shu daftar varog'iga yuqaroq qilib toza asalni surtdim. Bolani uxlashdan oldin orqa sohasi, o'pka sohasiga bu varog'ni yopishtirasiz. Ustidan maykami kiydirib qo'yasiz. Ya'ni kiyimiga yopishmasligi uchun ertalab tursangiz asaldan asar ham qolmaydi. Buni men 3-4 kun kamida 4 kun qilaman, ya'ni takrorlayman. Bolam tez va oson tuzaladi. O'sha tomoq yo'llaridagi, nafas yo'llaridagi xirillashlar, yo'tallardan bolam tez tuzaladi. Undan tashqari bu davr mobaynida agar isitmalamayotgan bo'lsa, oyog'ini vanna qilaman, chayniy sodaga. Undan tashqari romashkali choy ham ichirib turaman.